Şunun üçün bütün halkımızın dünyanın nerede bolsa özünün bir kişilik hassini qo'shishni, hech ish qilinmagan taqdirda zolimning depini chanmaslikni, u zolim bilan bir so'rinda bo'lmasligi bu diniy milliy majburiyat qarindoshlar. Shuning uchun umumyuzlik xalqimizdan bu da'voga bir kişilik hassini qo'shash, da'vo sepida bo'lash, zolim bilan har qanday shaklda birga bo'lmaslik, ularning depini chanmaslik bugungi kundagi musulmonning gadindagi burchi, farzi, mas'uliyati. Allah Qur'oni Karimda "Va la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar va ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun." Sizlar zolimlarga mayil bo'lmanglar. Zolimlar bilan birga bo'lmanglar. Ularning depini chanmanglar. Agar ular bilan birga bo'lib qolsanglar, sizlar davzaqqa kirsizlar. Davzaqdan sizlarni hech qanday qutqizuvchi yo'q degan. Her qanday bir mümin, her qanday bir musulmon bugungi kunda o'zini zolimga qarshi hisobda ko'masa, zolimga qarshi hisobda o'zini his qilmasa, hozir qadar zolimlarga moyillik tuyg'usi qalbida bo'lsa, hozir qadar Xitoyning insonini kutsa, zolimning insonini kutsa, cho'qim bu odam o'zining vijdonini, o'zining iymonini tekshirib baqish lozim. Shuning uchun birinchi gap nima desa, birinchi umid nima desa, hamma odam da'voga bir tasdiqni qo'shsin. Bir kişilik o'zining vijdonlik, iymonlik inson ekanligini isbotlasin. Ikkinchi, mush munosabat bilan butun dunyoning har qaysi joylarida bu shunday norozilik, qarshilik faoliyatlarga o'zining mayli badani bilan bo'lsin, jismi bilan bo'lsin, mayli o'zining iqtisodi bilan bo'lsin, jismi bilan qatnashmaganlar, mayli o'zininki yozgan xatlari bilan yoki degan so'zlari bilan bo'lsin, bu faoliyatlarni qo'llayotganlar, buningga bir kishilik hassini qo'shayotganlar, inshaalloh bularning bu qilgan yaxshi ishini, zolimga bo'lgan bu nafratini Alloh subhanahu va taolo qat'iy zoya qilib o'tmaydi. Alloh subhanahu va taolo bularga cheksiz ajr mukofot ato qiladi. Shuning uchun maydonga chiqmaganlar iqtisodiy tarafdan qo'llaydi. Mushada hozir avtobus chiqyapmiz, buning pul ketadi. Maydonga chiqmaganlar dualarimiz bilan yoki yozgan xatlarimiz bilan yoki bo'lmasa so'zlarimiz bilan zolimga bo'lgan qarshilik faoliyatini, harakatlarini hammamiz qo'llashimiz lozim. Bu hammamizning burchi, mas'uliyati. Üçüncü, mush munosabat bilan butun dunyodagi bizning qarindoshlarimizga, bizningki mayli siyosiy rahbarlarimiz bo'lsin, mayli har qaysi sohada xizmat qilayotgan qarindoshlarimizga deydigan gap nima desa, biz bugungi kunda 21-asrda insoniyat duch kelmagan og'ir bir kunga duch keldik. Bu kunda nurg'un insonlar, nurg'un sinoqlarga duch keldi. Nurg'un siyosiylar, nurg'un davlatlar sinoqqa duch keldi. O'zining maydonini aniq ifodalashga duch keldi. Hozir qadar bir qism g'arbdagi davlatlar o'zining maydonini aniq ifodaladi. Xitoyga bo'lgan noroziligini bildirdi. Biz duch kelayotgan bu qirg'inchilikninki irqiy qirg'inchilik ekanligini qonunlarga qo'yib bekitdi. Yana nurg'un davlatlar bu yo'lda ketyapti. Lekin shuning bilan birga nurg'un davlatlar shurtiryapti. Balkim bu davlatlar zolimni qo'llayapti. Afsus, bu zolimning sepida turib kelayotgan xalqaro har qaysi tashkilotlarda zolimningki manfaat uchun qo'l ko'tarayotgan davlatlarning ko'pinchisi 3-dunyo ellari. Kambag'al davlatlar shundaqla buning ko'pinchisi kim desa islom davlatlari, musulmon davlatlari zolimlarningki maydonida xalqaroda turib hozir qadar jiqi. Bu hammamizningki nafratini, ko'nglimizda norozilikni qo'zg'aydi. Bu aniq. Har qanday bir aql egisi islom dunyosining bundoq shukurib olishi, islom dunyosining bundoq Xitoyning sifida, zolimning sifida turishiga hech kishi rozi emas. Hech kishi rozi emas. Eng birinchi bo'lib shu islom dunyosida yashayotgan musulmonlar buningdan rozi emas. Xalq buningdan rozi emas. Bizning vatan to'g'riliq, masalan arabcha yoki turkcha yoki indonesiya, islom dunyosida chiqayotgan axborot sohasi, axborot xabarlar
Bunun astiga yozilgan yorumlar. Muşunun qaraydigan bo'lsak, buni topdan his qila olamiz. İslam dunyosidagi 90% musulmon bizni qo'llab gap qiladi, bizga duo qiladi, biz uchun qanday yordam qila olamiz deydi. O'zining hukumatlarga bizning sababimizdan la'nat o'qiydi. O'zining hukumatlarga o'zining naqadar mush pozitsiyasini yomon ko'rganligini ifodalaydi. Shuning uchun biz xalqimizdan bo'libmi siyosiy sohada xizmat qilayotgan, mayli yozish orqali, mayli og'iz orqali xizmat qilayotgan bir qism ishimizdan chiqqan qarindoshlarimizdan islom dunyosining siyosiy pozitsiyasini, islom dunyosining siyosiy maydonini bahona qilib turib, musulmonlarning bizning siyosiy qarshimiz, islom qarshimiz, bizning xalqimizning dinga bo'lgan muhabbati, dinga bo'lgan hurmati, dinga bo'lgan sevgisiga hujum qilish, buni kamsitish hech kimning haqqi yo'q qarindoshlar. Bu davlatlarning siyosiy maydoni. Bu siyosiy maydon bilan dinning munosabati yo'q. İslam dinimizning munosabati yo'q. Aqidamizning munosabati yo'q. Bizning dinimiz inna hadihi ummatukum ummatan wahida deydigan din. Bütün musulmonlarni bir ummat deydigan. Bütün müminlarni qarindosh deydigan din. Shuning uchun bizning vatanimizni qaraydigan bo'lsak, tarixdan buyon zolimga qarshi turgan, davlat qurgan, Xitoyga qarshi o'zining janni ataganlar kim o desa, musulmonlar. O'zining janni atagan, men jihad qilib, ma yo'lda o'laman deydiganlar yana kim o desa, e'tiqod egalari bo'ladi. Müşahede turgan hamma qarindoshlarimiz neçüzeden bo'lsa müşahede, hammasi o'zining diniy dafsanda qilinganligi uchun, o'zining millati dafsanda qilinganligi uchun, o'zining o'z obro'yi dafsanda qilinganligi uchun eng birinchi bo'lib bulardagi diniy tuyg'u, diniy hissiyat, dinga bo'lgan muhabbat ma maydonga olib chiqdi. Tabii onun bilan birga milliy, zimin, hamma tuyg'uchi bularning qalbida birikkan kishilar. Shuning uchun ma maydonga o'zining diniy kiyimlari bilan, o'zining diniy shuarlari bilan, o'zining islomga bo'lgan muhabbatini ifodalab chiqyapti. Xalqqa bo'lgan, vatanga bo'lgan muhabbatini ifodalab chiqyapti. Shuning uchun har qanday bir siyosiyon, har qanday bir vatan da'vosi qilman deydigan yozuvchi islomga qarshi Sharq Turkiston xalqining, Uyg'ur xalqining diniy qimmat qarashlariga, diniy tushunchalarga qarshi bularni ayblab bir narsa yezishi, o'zining siyosatini tushunmaganligi, da'voning yo'lini tushunmaganligi. Bizni butun dunyodagi xalq har qancha qilsa hozirga qadarchi musulmonlar deb yezyapti. Shundan yo'qmi? Butun dunyo, hatto Yevropada ba'zi qarindoshlarimizni oldik. Men musulmon emas degan ba'zi siyosatchilar bo'lsa, ishonmaydi aniga. Sen bizga yaqinlashish uchun, bizningki ishog'ritishimizni qo'zg'ash uchun o'zingni musulmon emas deb atamsan. Biz sizning xalqning musulmonligini gulimiz deydi ekan. Ashular janida. Shuning uchun bugunkidek bir vaziyatda biz islom dunyosining siyosiy pozitsiyasini, maydonini o'zimizning diniy tushuncha, diniy e'tiqodimizga aralashtirib olmaylik. Ularningki salbiy maydonni bana qilib, o'zimizning diniga hujum qildigan, xalqimizning diniy qimmat qarashlariga hujum qildigan, diniy kiyim-kechaklarga hujum qildigan ishdan har qanday aqlli siyosatchi yiroq bo'lish lozim. Hammamiz bilamiz masalan G'andini. G'andi asli Angliyada o'qigan, kostyum kiyib o'qigan odam. Lekin o'zining xalqini inglizning mustamligidan qutuldirgan kurash maydonida qanday qildi desanglar, suratni ko'rsanglar hammanglar bilasizlar. O'zi shu Hindistonlikning shu diniy kiyimini kiyib, yalang'oq minib, o'shunday kurash qilgan. Nima uchun desa, xalqi shu dinga e'tiqod qilgan bo'lg'achqa, shu din orqali bularni zolimga qarshi, shu jahonga qarshi qo'zg'ini buldigan bo'lg'achqa, o'zining dini bilan birga kurash qildi. Shuning uchun bizning vatanimizdagi bu kurash, bu xizmat, bu da'vo, bu jihad chuqum dindan ayrilmaydi, diniy e'tiqoddan ayrilmaydi. Chuqum shu o'lsam shahid bo'laman, jannatga kiraman deydigan mushundaq iymonlik, mushundaq irodalik kishilarning qo'li bilan inshaalloh vatandagi zulm tugaydi. Vatanning mustaqilligi, ozodligi shularning qo'li bilan keladi. Shuning uchun siyosiylar ashundaq biznes yozdiganlarga nasihat qilish orqali, gap qilish orqali bo'lsa-mu, ularni to'xtataylik. Mushahada turgan dunyoning har qaysi joylarida vatanimizni
dinimizni deb kurash qilayotgan kishilarningki diniy hissiyati, diniy qimmat qarashlarga hujum qilmayli, buni cho'qim qo'g'dash, buni hurmatlash har bir da'vo egasininki burchi, mas'uliyati. Alloh subhanahu va taolo hammamizni qadamlarimizni mustahkam qilsin. Buningdan keyingi kurash yo'limizda texmi mustahkam, texmi ching turib, qat'iy bo'shashmay mengishni nasib qilsin. Alloh hammadan rozi bo'lsin.